Hammaga salom. Bugun men Arizonani tark etyapman va nihoyat oxirgi imtihonlarimizni topshirib bo'ldik. Endi ertaga ketaman. Arizonani tark etib dugonam yoniga Pensilvaniyaga ketaman. O'sha yerda birga aylanmoqchimiz. Narsalarimizni taxlashimiz kerak. Orqada esa ochiq va narvon. Bu meni xonamning hozirgi holati. Chamadonimni bu yerga yig'ib qo'ydim. Salfetka choylargacha yana qaytarib olib ketyapman. Shkaflarni bo'shatdim. Bu yerda ertaga kiyib ketadigan narsalarim qoldi. Va bu yerda xolodilnikni bo'shatib ketishim kerak. Shunaqa. Sizlarni to'xchaga solib qo'yib gapiryapman. Har safar biror joyga borganimda chamadonni yengillatish uchun nimadirlarimni tashlab kelishga majbur bo'laman. Bu safar qurbon bo'layotgan narsalar. Erim o'sha yoqqa tashlab kelaver, menga kerak emas deb berib yuborgan, majburlab kiydirib yuborgan kurtkachasi, chunki ketayotganimda London sovuq edi, 10 gradusdan men bu yoqqa 30 gradusli issiq joyga kelganman. Hech narsa olib ketmayman, kerak emas, issiqqa ketyapman deganimda, yo'q, bu yerdan sovuqdan ketyapsan deb majburlab kiydirib yuborgandi, o'sha joyga tashlab kelaver deb. Va men bu nima ko'rpaga yopadigan. Buni qayerdan berib yuborgan? Bu ham eski tashlab kelaver, bemalol borgan joyimda deb aytaylik, shunaqa eski narsalar olib kelaman. Keyin ketayotgan paytimda chamadonni yengillatib ketish uchun. Olib kelaman endi bularni. Men mana shunaqa student house da turaman. Hamma talabalar turadigan uy desa ham bo'ladi. Tashqarisi shunaqa kaktuslardan iborat. Bu yerga parol orqali kiriladi. Kirib kelamiz. Bu yerda talabalar, o'quvchilar o'tirish uchun joy. Bu yerda bolalar o'tirishibdi. Bizniki esa ana bu yerda qizlar, faqatgina qizlar turadigan dormitory desa ham bo'ladi. Bu esa men turadigan uy. Bu yerda boshqa kishi. Bu yer esa umumiy xona hamma uchun. Men bu room 3 da boshqa kishi turadi. Men bu room 2 da turdim. Bu ham parol bilan qilib ochamiz. Bu yerda men taxlanmagan chamadonim. Bu esa men yashagan joyning oshxona qismi. Men room 2 da turganman. Ikkinchi xonada bu men narsalarim. Hozir bu yerni ham taxlab musorga chiqarib, boshqasini produktlarni ham birovlarga berib tozalab ketishim kerak. Mana hamma sharoitlari bor. Shunaqa. Mana shunaqa qilib tozalab, taxlab qo'ydim. Mendan keyin odam kelsa ishlatadi. Soat tungi 2:30 va biz aeroportga keldik. Flightimiz soat 5 da. Bagaj topshirish uchun kutyapman. Soat 3 da ochilar ekan. Aeroportda bitam yo'q. Soatimiz millari 3:17 ni ko'rsatyapti. Men juda ham charchadim, uyqum kelyapti. Bagajlarni topshirdik, securitydan o'tdik va men bu yerda gate yoniga kelib o'tiribman. Hozir soat 5 da Las Vegasga qarab uchamiz. Soat 4:44 da biz samolyotga chiqdik. Soat ertalabki 6:30 Las Vegasman. Juda ham ochqab ketdim. Kecha qazilmagandim. Breakfast qilishga keldim. Ko'ramiz. Endi yana Pittsburghga qarab yo'lga chiqamiz. Now it's like Elizabeth'ten keyin soat 4:30 da Pittsburghga yetib keldik. Pittsburgh aeroportda bagajimni olishga ketyapman. Bagajlar mana bunaqa aylanib keladi.
va men o'zimnikini olib oldim.